5 oylik haqiqiy qo'l mehnati va 20 ming dollar pul xarajat qilingan. Endi chempion emas, BYD Urus mashinamiz. Videoga bitta like bosib, BYD haydini tanishligi jo'natib qo'yasiz. Salon qismini o'ziga 10 ming dollar xarajat qilingan. Shundoq kirasiz, atmosfera o'zgaradi. Bitta monitor bilan tabloni hisobga olmasa, haqiqiy main tuningdagida ideal bo'lib qilingan. Logolarga alohida 5 baho, toza Italiyadan o'zidan italyanskiy Alcantara zakaz qilingan. Turkiyadan mana shu ayri rangdagi kojamizni zakaz qilingan. Perforatsiyalarga alohida lekin 5 baho, rulni o'zini ham ko'ryapsiz, peretashkasini va o'rtada ham aynan shu logoyimiz mavjud. Akyoprintlarga lekin 5 baho bor. Rangini o'zini ideal qilib tanlashgan va mashinaning o'zini ham rangi to'laqonli yashil rangi Urusni o'zidan olinib sepilgan. Qo'l mehnatida mana shu joylarni aytolman, ya'ni hamma narsa tayyor qilib qo'l mehnatida yasab qo'yilgan, sotib olinmagan. Ya'ni bir narsani sotib olib alohida qo'yishmagan, hamma narsa qo'l mehnatida qilingan. Diskalariga ham lekin alohida 5 baho, hattoki ichidagi supportlarni ham bo'yab qo'yishgan. Bu videoni BYD tanishligi jo'natib qo'yamiz. Mashinani o'ziga bitta alohida baho berib qo'yasiz. Siz ham mashinangizga shu xarajatni qilgan bo'lamiz.